Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahrom akamiz siz bo'lasizmi? Ha, manman. Akajonim yaxshimisiz? Sog' Yaxshi. salomatmisiz? Bemavrid Rahmat. bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Biz sizni ayndamda Telegram ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritib borayotgan tug'ilgan kun tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Shu loyiha boshlovchisi Sevinch Mo'ymurodova bo'laman. Ha. Akajonim, avvalambor bugungi tavallud ayyomingiz, unutilmas shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan, kanalimiz nomidan, oilam nomidan, barcha yaqinlar nomidan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Rahmat. Akajonim, ushbu ajoyib kun esda qolarli go'zal ayyom munosabati bilan bizda qo'ng'iroq loyihamiz bor. Shunda yaqinlaringizdan ishtirok etib o'zlarining ajoyib dilnomalarni, samimiy tilak so'zlarni siz tomon yo'llabdilar. Taxmin qilib ko'rasizmi, bu yaqin insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Yaqin insonlarim ko'p. Qaysi biridan chiqsa ekan bilmasam. Sizni o'z akasidek yaxshi ko'ruvchi yaqiningiz. Yo'q, o'g'illarim bor, mana singillarim bor. Qarindoshlar bor, qaysi. Nima ahli ayolim bor. Mayli akajonim, sizga o'zimiz yordam beramiz. Ushbu dilnomalarni uchastka malikasi nomlaridan deb ayting deb bizga murojaat qilgan edilar. Nima? Matlubami? Yana bir bora taxmin qilib ko'rasizmi? Nimadanmi? Medsestralardanmi? Albatta, uchastka malikasi deb ayting dedilar. Uchastka malikasi. Uchastka malikasi bo'lsa, bu Zarafshonda bu yoqda. Sizlarga aniqlik kiritib olsak, Ha, bo'ldi. Gulzirami? to'ppa-to'g'ri akajonim, ushbu kun munosabati bilan sizni juda ham hurmat qiluvchi uchastka malikasi, ya'ni Gulzira opa bizga murojaat qilgan edilar. Tanjam sog' bo'lsin, rahmat. Mayli akajonim, shu dil izhorlarini siz uchun o'qib eshittirsam. Mayli. Qayerda bo'lsangiz salomat bo'ling. Qanday bo'lsangiz ham bo'ling ilohim. Hijronlar, armonlar, xayrliklardan asrab yursa bo'ldi sizni Allohim. Bexos og'rimasin tinch joningiz, oshiqlari qolmasin izlaringizdan. Yaxshilar so'rasin, izlasin mudom, mehr tomib turgan ko'zlaringizdan. Quvonchli kunlarga shukrona aytib, quyosh nurini yoysin yo'llaringizga. Yaratgandan behisob kuch ato etsin, duolar to'kilgan qo'llaringizga. Omonat dunyoda, omonatimiz rost, goho yashamoqdan sabrimiz to'ldi. Lek qadrimiz osmondir go'yo, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qadri tog'lardan-da baland, halol zahmatkash, oilasi uchun qadrli bo'lgan, qadri samolardan-da cheksiz bo'lgan, qalbi samimiyatda cheksiz bo'lgan boshlig'imiz. Sizni bugungi Muhammadga ummat bo'lgan shukronalik kuningiz bilan butun oilam nomidan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizga eng avvalo uzoq umr, baxt va saodat, metinday sog'lik, farovon turish va barcha olam shumul va ijobiy maqsadlaringiz amalga oshishini, hayotning barcha ishlarida omad sizga yor bo'lishini, nurli iqbolni tilayman. Ilohim, farzandlaringiz rohatini rohatlarda ko'rib, bir umr suygan yoringiz bilan baxtli taxtli bo'ling. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Mag'rur boshingiz egilmasin, qay ishga qo'l urmang, siz tomon unumli hal bo'lishini chin qalbimdan tilab qolaman. Mana shunday mehr oqibatimizga hech qachon ko'z tegmasin. Allohim eng avvalo do'stga zor, dushmanga xor etmasin. El ichram, martabangiz bundanda ulug' bo'lib, doimo oilangizga, baxtiga sog' va salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj, mehr to'la yurak tilab qolaman. Men sizni o'z akamdek yaxshi ko'raman, hurmat qilaman deya ushbu go'zal she'riy satrlarni ham siz uchun o'qib berishimni so'rabdilar. Rahmat. Tilayman mo'minlik ibodatini, jannatda insonlar xushodatini, Qur'ondek halovat, iymondek huzur, ham ikki dunyoning saodatini.
Tilayman Umardek mard fe'li odila, ham Abu Bakrdek bir do'sti vaqoli. Muhammad ko'nglidek pokiza ko'ngili, ham ikki dunyoning saodatini. Tilayman baxt qasrin uchqur otlarini, bahoriy tafakkuri hayolatlarini, ham solih farzandlar kamolatlarini, ham ikki dunyoning saodatini. Tilayman yurt uzra tinchlik ziyosini, Salmonning taqvosini, Usmon hayosini. Atalgan senga deb ona duosini, ham ikki dunyoning saodatini. Tilayman tog'larning mahobatini, Zulfiqor tutgan mard salobatini. Dildagi pok niyat ijobatini, ham ikki dunyoning saodatini deya, mana shunday go'zal tabriklarga yakun yasablar Gulzira opa. Akajonim, sizning ovozingiz Ayndamda loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Sizning ham ularga aytar dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llashingiz mumkin. Alo. Iltimos, kutib turing. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bugun didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shahona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shahona,